Tefekkür en kıymetli baylıktır. Bir əma kişi keçiri sırtqı çıqıptı. O bir dana panus götürüp alğan bulup, özünün yolunu yürütüp məngaptı. Ötken keçkenler onun panus yürüqdi mu, yolunu sipaştırıp məngvatqan halatını görüp, hemmisi külkilik hem kızıqarlıq his qılıptı. Ularning arasından bir eylem bu işqa hayran bolğuncha onun yanıga berip, "Sizning ko'zingiz ko'rmaydigan tursa, yana panus götürüp nima qilasiz? Bunun sizge faydası var mı?" deb so'rabdi. "Albatta faydası var. Qandaqsiga faydası bo'lmasin?" debdi hilqi amma kishi nihoyat astoydillik bilan. "Qani qandaq faydasi bor? deb biqni anglab boqayli. Siz yer ko'rmisiniz?" debdi hilqi kishi ko'ngliga azor beradigan gap qilishdan aymanmasdan. Bu vaqtda atrofda bu ishga qiziqib qarab turganlar texmi yaqin kelishibdi va ularning parangidan biror qiziqarli gap anglamoqchi bo'lib qarab turishibdi. Ammo kim o'ylagan deysiz? Hamma kishi onunğa mundaq deb javob beribdi. "Shu emasmi? Dal men sizlarni ko'rmaydiganligim uchunla bu panusga ehtiyojliman. Bundaq bo'lganda sizlarga ko'raydiganlarni ogohlantirib turalayman va sizlarning bu qorong'u kechada meni ko'may qilib, menga so'qilib ketishinglarning oldini ola olayman." Bu gapni anglaganlarning hammasining ko'nglidagi tugun yeshilib, kaldisi pallada yurib ketibdi. Ko'pchilik bu amma kishining o'zgacha aql parasitiga qoyil bo'lmay turibdi. Bu amma kishining qo'lida panus ko'tarib yo'lni yuritib menishi bir xil yaxshi bo'lgan tafakkur shakli edi.